Bu video smartfon olmoqchi bo'lgan har bir inson uchun o'ta muhim video. Chunki bizda har kuni har kunlik stabil narxlar ko'rsatib boriladi va bizni videoda taqdim etilayotgan smartfonlar siz izlayotgan magazinlarda bo'lmaydi. Shuni biling, bitta nuqtasi yo'q. Haqiqiy A+ segmentdagi telefonlar haqiqiy O'zbekistondagi eng optimum narxlarda. Assalomu alaykum. Qaranglar, boshlaydigan bo'lsam iPhone 15 Pro $680 yangi silver rangda. O'zim 17 Pro Max mana shu oq rangida ishlatyapman. Tavsiya etaman. Blue rang esa bu yil ham trendda. $720 iPhone 7 Pro 128 85 foizli. iPhone 7 Pro, iPhone 6 Pro Max natural titanium trenddagi rangda $805. Qani aytingchi, A+ holatda yangida $805 qayerdan topa olasiz? Bu narxda topish qiyin masala, imkonsiz masala va yana sizni hayratga solishda davom etamiz. 16 Pro Max ni $999 ga taklif etaman. Bu absolutno yangi. Bu eksklyuziv narsa. $280 ga iPhone 2 ni yangidek korobka hujjatlari bilan O'zbekistonda ishlamagan Koreyadan olib keltirdik. Bu sizlar uchun. iPhone 15 Pro $730 ga haqiqiy yangi korobka hujjatli ideal sostavdagi varianti. iPhone 4 Pro ni narxini eshitib qolasiz. $599 ga 128 97 foizli. O'zi 620 640 ga 80 85 sotilyapti. Biz esa sizga eksklyuziv variantini taklif etdik. Qo'limdagi smartfonni siz aniq ko'rmagansiz. Smartfon borku, shunaqa yoqimli, hayratga tushasiz. iPhone 17 Air kabi jozibali, ingichka va ekrani ingichka bo'lishiga qaramasdan qayrilgan. Bu o'sha mashhur Samsung Note 7. Aniq kommentariy yozib keting. Bu model haqida eshitganmisiz, eshitmaganmisiz? Men birinchi marta ushlab turibman bu modelni. O'zim rosa ishlatgim kelib qoldi, lekin mendan ko'ra mijozlarni ishlatgani men uchun a'lo bo'ladi. Chunki biz mijozlarni o'ylaymiz. Biz har doim mijozlarga qulaylik ulashishni o'ylaymiz. Bu smartfonni $150 ga ostidan arzon olgan bo'ladi. Chunki zapislangan ko'p programmalar bor. Edge ekran eng so'nggi Note seriyalaridan biri va buni narxi masalan $90 qilib berishga tayyorman. Note seriyani gapirganda men bir Note seriyani gapirib o'tay. Note 20 ni bronza rangda A+ bitta nuqtasi yo'q. Sifatni qadrlovchilar, o'zini qadrlovchi insonlar bo'ladi. Va biz o'z qadriga yetuvchi insonlar uchun $240 dan A+ segmentda va Note 10 ni salafallari olinmagan, yangidek, hali deyarli ishlatilmagandek, O'zbekistonda hali sim karta qo'yilmagan. Endi buni Amerikasi ofitsialnisi $220, Dubay variant bo'lgani $175 turadi. Super narxlarda va A33 siz uchun maxsus taklif. Siz uchun premium darajada ideal holatda, narxi esa chegirma narxda $146 evaziga. Note 10 Plus $225 ga. A54 8256 salafallar olinmagan $215 ga. USB zaryadning hamma yo'g'i bor. Chexollargacha turgan o'rmon daraxtlaridan ilhomlangan holatda X8C ishlab chiqarildi. Va o'ta bardoshli, mustahkam model $220 smartfon $172 ga rabochisidan ham arzon narxga. Siz smartfondan zerikdingiz. Endi noyob smartfonni xohlab qoldingizmi? Unda sizga mana shu etap yaxshi. Flip 5 dunyoning bardoshli buklanuvchi smartfoni oldi to'laqonli displey orqali barcha amaliyotni amalga oshirish imkoni. Cho'ntagingiz uchun, qo'lingiz uchun, o'zingiz uchun mos ishlangan eksklyuziv tanlov $385 ga 480 490 sotiladi. Narxi super arzon narxda. Bu Note 20 Ultra man qo'rqmasdan ayta olishim mumkin. Butun O'zbekistonda bitta nuqtasi yo'q variantda salafon holatda topa olmaysiz. Anchadan buyon endi keldi. Koreyadan kelayotgan har bir tovar bizning qo'limizdan o'tadi, keyin optimga tarqatiladi va biz sizlarga eng tindorlarni taklif etamiz. $340 qilib beraman. Bilasiz, 350 dan kami yo'q bo'lgan model. Negadir mana shu kunlarda S24 Ultra natural o'ta kamayib ketdi. Koreyadan ham kirmayapti. Deyarli $710 ga biz eski narxda qilib beramiz. Narxlar lekin ko'tarilib ketgan. Endi nafaqat 24 Ultra, 25 Ultradan ko'ra yangilik model ko'rsating. Samsungda eng so'nggisi bo'lsin, iPhone 17 Air kabi noyob bo'lsin deganlarga 17 Air kabi ingichka bo'lgan. S25 Edge modelimiz kirib keldi. $777 ga O'zbekistonda hali sim karta qo'yilmagan, absolutno yangidek holatda. A82 bu A seriyaning mukammal ko'rinishi $185 dan. A82 ekranlari qayrilgan, 120 Hz yanglanish tezligiga ega eng tezkor va yoqimli smartfon. S10 modellarimiz 130, 155, 160 dan chiqadi. A- A+ bo'ladi. iPhone 13 Pro 128 98 foizli $495 ga Amerika regionida. 256 iPhone 12 Pro 128 95 foizli iPhone 12 Pro $375 ga. 256 li mana iPhone 12 Pro 95 foizli $389 ga.
iPhone 11 Pro'ni 256 sini 320 330 sotyapmiz, lekin 11 Pro Max'ni 325 dollarga 100 batareykali qora rangli varianti. 320 dollarga 256 84% radnoy holatda iPhone 11 Pro. iPhone XS'ni 64 100%lisini 195 dollarga qilib beramiz. 128-89% iPhone 3'ning yangi varianti, iPhone 11 Pro'ni 64-90% ideal 275, 285 dollarga 96% 11 Pro'larimiz bor. Xo'p, bizda shunaqangi yorqin limoniy rangda, islomiy rangda Samsung A36 5G smartfon, A35 5G smartfon 229 dollarga, 103 dollarga Note 11 Pro hammani ishonchini qozona bilgan tezkor ekran, mukammal dizayn siz uchun maxsus taklif. S23 modellarimizni katta assortimentda A+ segmentda kirib keldi. Bu smartfonlarimiz siz uchun eng maxsus narxlarda, super arzon narxlarda 390 dan quvvatli eng tiniq variantlarini S21larni aynan bugun xarid qiladigan kun. Chunki siz S21ni xohlagan rangda o'z uslubingizga mos rangni tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xohlagan rangingiz A+ segmentda 235 dan quvvatli o'z kanalga qilib qo'yganmiz. Inshaalloh bu premium sifatni siz hech qayerdan topa olmasligingizga ishonamiz. iPhone 17 Pro Max'ni qaysi rangini olayotgan deganlarga oq rangi va boshqa hamma rangi, 17 Pro'ni ham oq rangi va boshqa hamma rangidan har kuni katta kolleksiyada kirib keladi. Bizga murojaat qiling. Biz sizni ishonchingizni oqlaymiz. Biz va bu smartfonlarga qo'shimcha zo'r imkoniyatlarni taklif etamiz. Bizning asosiy filialimiz bu emas, birinchi filial bo'ladi. Birinchi filialdagi zo'r chegirmalarni pastda Telegram havolada qo'yib qo'yaman. Albatta ko'ringlar, Telegramda juda qiziqarli ma'lumotlar sizlar uchun muntasir.